أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazli ihsoni va inoyat bilan Tafsirul Muyassardan darsimizni davom qilgan bo'lib, Yunus surasi 43. oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن لقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Ularning ichida sana qaraydiganlar var. Yani payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqallardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Haqiqatni ko'rolmasimi, ko'rlarni hidoyat qila olamsan. Shubhisizki Alloh insonlarga qilch zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufr va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Alloh ularni hisob ilish uchun yig'di. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilinadi. Ular o'zaro tunishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyodala sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabz ruh qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytudi. Mayli baldur bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Andin Alloh ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Aytqinki, Alloh xohlamasa men o'zimdan ziyonni deb qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammu kechiktirilmaydi, birdammu ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchu, agar Allohning azobi sizlarga kechasi yo kunduz kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allohning azobi yuz berganda, ondan uningga ishondinglarmi? Endi aytgan iymoninglar foydasizdir. Uningdan ilgari masxara qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilyaptinglar. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi deyiladi. Ular sendin ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin tirilish rostmi deb so'raydi. Sen ha, Parvardigorim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar qechib qutulolmaysizlar degin. Xo'sh, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ومن الكفار من ينظر إليك وإلى أدلة نبوتك الصادقة ولكنه لا يبصر ما آتاك الله من نور الإيمان فأنت أيها الرسول تقدر على أن تخلق للعمى أبصارا يهتدون بها فكذلك لا تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي البصيرة وإنما ذلك كله lillahi vahde. Kapırlarının içinden sana ve senin rastçıl peygamberliğinin ki delillerine nazar kıldıqlar var. Lekin şuna nazar kılıp durup
Sana Allah bergen nersini kömeydigan. İman nurdan ibaret Allah sana atakan bu hakikatin kömeydigan. Kömeydi bular. Andakta ey Peygamber Aleyhisselam bu kargo bu dilkörlağa sen onunla yol tepasın. Ақны байқуасын, тоғры жолға меңуасын деп sen көзін яртыш қадір оламса, şoňa oňşaş ularny togry ýolga ýetekle kılışçı ular eger bununki bunun mänevi körüş kuvveti yani kalbi körlüğü kalbinin körüş kuvveti ýokalgan bolsa ularny sen togry ýol başlaýanmaýsa çokum bunun hemmisi fakat birle Allah has birle Allah'a ait Allah kulu Allah'ın kulundan geldi bu. إن الله لا يظلم الناس شيئا بزيادة في سيئاتهم أو نقص من حسناتهم ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر الله ونهيه. Hakikaten Allah subhanahu ve teala insanlığa o insanların yaman osul işlerini aşırı ötüşlen yoki ularninki yaxshi güzel qilmishlarining o'zini kamaytishlan ular zulm qilib qo'ymaydi. Lekin insonlarning o'ziga kafir bo'lishlan, gunoh ma'siyat o'tkazishlan, Allohning buyruq va cheklimlariga qarshi turishlan o'z-o'ziga zulm qilib qoladi. ويوم يحشر الله هؤلاء المشركين يوم البعث والحساب كأنهم قبل ذلك لم يمكثوا في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهار يعرف بعضهم بعضا كحالهم في الدنيا ثم انقطعت تلك المعرفة وانقضت تلك الساعة قد خسر الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله وثوابه وعقابه وما كانوا موفقين لإصابة الرشد فيما فعلوا. Allah bu müşriklerini toplayan günü de yani ölgendinkin tirilip o nisap veriş bu sot mahkeme bu büyük sot küllerinin özüde Allah subhanahu teala bu müşriklerini toplaydı. Xuddi ula onundan burun hayatı dünyada kündüzden biri ma'lum bir miqdarda saat gelik nuzam de böyle ma'lum bir vakit buna hazırki bir saat 60 minut 1 minut 60 sekund mındak bir saat emas ma'lum azgına kündüzden azgına vakit teklimiz kılıdı ola. Ularning bäsini tunuydu. Ularning xuddi dünyadaki hali o'xshash, dunyo tunugandak bir-birisini tunib, u yerda bir-birisiga la'nat qilishib, sana agashmagan bo'lsak, biz ma'kun qolmagan bo'lardik. Sizning gaping quloq solmagan bo'lsak, bizga ma'kun, mahoblik duch kelmagan bo'lardik deb tunishdi ular. Anından keyin bu tunishlik oxiri shu uzildi. Chunki hammasi bir-birisiga la'nat qilishib turgan ekan. Bu davamlaşmaydı bu turmuşuş. Ve bu saatin uzunluğu tügeydi bu. Yani kıskına bu bir yerdeki bu hesap bahs için toplangan bu vaktin uzun bu mu tügeydi ya da? Tügep ahırda hemmisi özünün karar cayıga kararlışıdı, makalışıdı. Çokum ziyan tattı. Kapır oğalla ve Allah'a şüküşka, Allah'ın savabı ve Allah'ın cezasıga şüküşka, şüküşün yaki yalgan çıkakalla. Bula ziyan tattı. Bula toğrını özün kılmış hareketleri de toğrı erişişke muvaffak bulmagalla bula. وإما نرينك أيها الرسول في حياتك بعض الذي نعدهم من العقاب في الدنيا أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم فإلينا وحدنا يرجع أمرهم في الحالتين ثم الله شهيد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا لا يخفى عليه شيء منها.
فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه. Veya sana ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sen hayat vaqtida biz ularni dunyoda jazolashni iborat qilgan va'dlarning ba'zisini ishga oshirib, sen hayot vaqtida uni san ko'rsatamiz. Ularning qanday jazoli qilinimizni. Yoki sizni o'patlab turimiz, o'patlab turimiz biz seni sana aş ahvallarni, aş jazolni ular ichidagi aş jazoni san ko'rsatsin burun seni o'patlab turib ketamiz. U vaqtda biz taraf qilitur, faqat biz taraf qilamla ularning ikkila holaticha bizga qaytishi bor. Mayli ular sendan keyin vafotlab turilsin, sendan keyin biz taraf qaytirilsin yoki sendan burun olsun, har ikkila vaqtda, har ikkila holda ularning biz tarafga qaytadi. Biz kemmay amal yo'q, biz majbur biz taraf qaytirildi. Anından keyin Allah ularning shu mush dunyoda qilgan harakat af'olining o'zi qarta Alloh guvohdir. U qilmish af'olidan u Alloh subhanahu va taologa hech narsa maxfiy qilib qo'ymaydi. Alloh ash amallar qarta ularga tegishlik jazo va chora qo'llanib ularga yaxshi yaxshi, yomonga yomon jazo va mukofot yurgizdi. ولكل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول أرسلته إليهم كما أرسلت محمدا إليكم يدعو إلى دين الله وطاعته فإذا جاء رسولهم في الآخرة قضي بينهم قضي حينئذ بينهم بالعدل وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا. Her bir topluma, her millet için, bundan burun ötken her bir millet için sizlerden burunki bütün ümmet için ey insanlar bir peygamber var. O peygamber neçe? O sizden ilgili ümmetlerge evettim. Kandak ki sizlerime Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber evetkendek. Bu peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sizlerine Allah'ın diniga, Allah'ın ki Allah taat ibadet çakırgan kuşaş ulamı şundak Allah'ın diniga, Allah'ço boyun eğişke Allah'ın kulçuluğunu icra kılışka mayna çakırattı. Demek ki her ümmet peygamberden hali bakmadı. Kaçanıkem kase ularının bu peygamberi, ularga etken peygamber ahiret kase. Meyli şu peygamber özünki her ümmetke evetken peygamber olsun ya ki onun başka o insanların ki hayatı dünyada onun muakkel olan perişteler olsun. E, Mujnaq ularniki oxiratda rasuli degan mayli ularniki ular bilan birga avatgan payg'ambar bo'lsin yoki ular muvakkal farishtalar bo'lsin bu payg'ambar kelgan chog'da ular aro insonlar aro adolat bilan hukm qilindi. Ular qilgan qilmishlarining jazosidan hech bir narsa zulm qilinmaydi. ويقول المشركون من قومك أيها الرسول متى قيام الساعة إن كنت أنت ومن تبعك من الصادقين فيما تعيدوننا به. Sizin kavminde ne Peygamber Aleyhisselam müşrikler şuna dedi ki kıyamet kaçan eğer sen ve sana ergeçken muşu eğer sen Resul olsan ve sana ergeçken kişiler Resullardan katarın boğan bolsa depakına kıyamet kaçan buludu dedi. Sen bizge bu narsaga va'da qilsizlar bizga u narsalar bilan yani sen va sen agashquchilaring biz shunaqa va'da qiladiki oldimiz qiyomat cho'qim kutib turibdi qadamma qadam yiqilyotidi buningdan aql qo'lingga ilinglar g'aflatda qolmanglar buning uchun u kunlarga tayyorlik bo'linglar degan shu va'dani qilyapsanu zade sen va sen agashquchilaring va'da qilyapti qachon bu qiyomatniki bu shu vaqtda قل لهم أيها الرسول لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب لها نفعا
إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضر أو يجلب لي من نفع. لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم. إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم فلا يستأخرون عنه ساعة فيمهلون، ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ular uchun shuna degingki, men o'zimdan hech qanday ziyonni mudofaa qilolmayman va u nafsimga o'zimga hech qanday foyda manfaatini so'rab akkalanmayman. Lekin mendan bir ziyondan yoki man bir ziyondan mudofaa qilishni yoki man bir foydani tortib ep qilishni Alloh shunga ma'qul ko'rgan bo'lsa, Alloh xohlagan bo'lsa shuna qila olaman. Ening g'ayrida men bu nafsimdan o'zimdan foyda ziyonni mudofaa qilib, foydani o'zimga jalb qilib eklamayman. Har qanday millat uchun, har qanday bir davlat uchun yoki onun muddatining tugash belgilangan muddati va uning ecelininki onun muddatining tugash uchun uning ecelining oyog'i uchun belgilik bir vaqti var. Har qanday xalq, har qanday bir hokimiyat, har qanday bir davlat bu tugaydi bu. Mangu davom qilmaydi. Qachoniki kelsa bu xalqninki ecili ahir bunun zavallık yüzülüş vakti kelsa ve bu halkınki ömürlerinin tügeş vakti kelsa bir saat ular kechiktirilib ular uchun mühlet mi berilmeydi? Yoki mühlet berilish uchun bir saat kechiktirilmaydi ve ularning ajali uchun belgilangan ma'lum vaqtdan hargiz bir saat ilgari qolmaydi. Dal vaqtimizda zaval topadi u, tugaydi u. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهارا فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون بنزول العذاب. Ey Peygamber Aleyhisselam, yani şu müşrikler deyin ki, depekinler çok, haber birinler bana. Eğer sizlerge Allah'ın azabı gecede gelsin buttu ya gündüz gelsin buttu. Ama ne kelir bu azap? Qandaq bo'lsin, qaysi narsani sizlar qandaq bo'lsin, payi şeyin tasajun, qaysi ish yoki nimishqa yoki aldiraysizlar sizlar ey mujrimullah, bu azobning tushishiga qachon kelar u bu degandek azobning tushishiga nimanchalar aldiraysizlar, nima sizlarni aldiritadi? Kecha kelsinmi keladi, kunduz kelsinmi keladi, aman keladi. Bu sizlarga uningki foydasi nima? Buni bilib olishdan o muhim emas. Bu kun kelishdan burun puxta tayyorlik bo'lish, o'zinglarningki aql hoshinglarni tepilish bu muhim. Qaysi vaqtga kelish u muhim emas. Ammo keladi. أبعدما وقع عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان وقيل لكم حينئذ الآن تؤمنون به وقد كنتم من قبل تستعجلون به. Ey müşrikler, sizlerge Allah'ın azabı tushgandan keyin sizlar bu iymon hech qanday asqatmaydigan, foyda yetkazmaydigan mushunda bir vaqtda iymon etmoqchimisizlar? Sizlar uchun u kunda deyildi u. Sizlar endi shu vaqtda iymon etamsizlar sizlar? Ay shu ishimiz tugab, demak buni burun tutish qilmay jon hulqum kelgan chog'larda ham iymon etmoqchimisizlar? Sizlar bundan burun shu azobga oldirib ketgan azob meni mushu. Endi bunga iymon etishning vaqti emas bu. ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبدا فهل تعاقبون إلا بما كنتم تعملون في حياتكم من معاصي الله
Anından keyin bu Allohga kofir bo'lishlar, o'ziga zulm qilgan bu zolim badbaxtlar shunday deyildiki, ular bo'lsa Allohninki e, tajarrau azaballohi daima lakum abada. Jur'at qilinglar. Deyildiki nima deb? Jur'at qilinglar. Allohning mangu doim azobi jur'at qilinglar. Sizlar uchun abadin abad bo'lgan mush azobga ham jur'at qilinglar mana deyildi. Ular jazolanmaydi. Lekin pal toaqa buna. Siz jazolanmaysizlar sizlar. Lekin sizlarninki mushu Allohga osilik qilishdan iborat sizlar qilgan narsaningki savobi bilan jazolansizlar. ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك أيها الرسول عن العذاب يوم القيامة أحق هو قل لهم أيها الرسول نعم وربي إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزين الله أن يبعثكم ويجازيكم فأنتم في قبضته وسلطانه. Xabar talab qildi sendan shu mushriklar sizning qavmingdan bo'lgan mushriklar sendan xabar berishini talab qildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni qiyomatdagi bo'lgan azobdan bir ashaqda bir xabar berishni talab qiladi. Nima deb? Ahaqqun huwa, u azob haqmido deb. Halen kalista valayaz billah shak shübi ikkilnish davolg'inish mana qoplab ketib onun qutlanmay shak shübini azat olanmay nima deydi? U azob qiyomat kuni bo'lgan azob haq to'g'rimi? Cho'qim bo'lamdi deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular shunday deganki, ha qasam Rabbim bilan ki cho'qim u albatta haq bu kun. Bu kunniki azob haq. Bunun shak şübhi yo'q. Sizlar olsanglar Alloh subhanahu va taoloni hargizuncha ojiz qilish emassizlar. Sizlarni tirildirib, sizlarga jazo va mukofot berishdan iborat. Bu Alloh subhanahu va taoloning bu muomalasidan, bu Alloh subhanahu va taoloning bu sizlarga bo'lgan bu nimasidan yaxshiga yaxshi yomonga yomon bu hukmidan Alloh hukm chiqarishidan Allohni hech qanday sizlar ojiz keltirolmaysizlar. S- e, Sizlar bo'lsangiz Alloh subhanahu va taoloning changil ichida va Alloh subhanahu va taoloning podshohlik ichida sizlar boshqa hech bir qochib qutuladigan borar yering yo'q. Majbur Allohning oldiga qaytirilsizlar deydi. Xo'sh. Ayet kerimde epe ente tehtil umye. Sen bu amalni to'g'ri yo'lga boshlalamsan deb. Bu mushriklarni amaga o'xshatdi-da. Mushriklarni amaga o'xshatdi. Mushriklar mushabbah, ama mushabbahun bih bo'ldi-da. Ee, Ama bu mushriklarning o'zini to'g'ri yo'lga boshlash bu degan bu shu mushriklarningki lavozimlari taqdiri. Bunu ısrar tasrihiya demek. Bular haqdan ama oğaşqa. Israr tasrihiya. Maksat bunun için Peygamber Aleyhisselam'a bir teselliden ibaret. Sen ulanı bu amalını kördüğün, bunun kalbini sen keşf kılamaysan. E, Degandek mesela. Qanday bularni sen iymonga sen hidoyat qilib iymon islom uchun buni nima qilishga hidoyat qodir bo'lolmagandek sen bularni bu amalini qalbini eshishga sen qodir bo'lolmaysan. Sen bunchalar o'zingni bak avar qilib ketma. Bularninki u iymon islomdan bosh tortib bu xil o'ziniki gumrohlik bu xil zavolliq ustida mang'alliqdan o'zingni o'zing avar qilib o'zingni o'zing tulashtiribsanma degandek rasululloh alayhissalatu vassalom qilgan tasalli bu. Ayet kerimlerinin darra ve la nef'a. Bunun da tibahu var.
balagatki muhasanatul bedi'iyye şu ilim olan tibak. Beyaten ev nahara. Bunun da mu şundaq tibak var. Hoş dersimizin devamı 2 saat buludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.